Iye, assalomu alaykum. Siz yana keldingizmi? Jonga tegding-ku sana. Aka, o'tgan safar pitssangizdan ko'p yeb qo'yganimga xafa bo'ldingizmi? Yo'q, nimaga xafa bo'laman? Aka, qaysi pitssani olib kelib beray? Birorta kichkinaroq pitssa olib kelib beravering. Kichkinasini nima qilasiz? Ozgina qo'shsangiz kattasi keladi. O'tgan safardaqa mazza qilib birgalikda yeymiz. Hozir o'zim bilib zo'rida olib kelaman. Dunyodagi eng zo'r pitssa akajon siz uchun. Oho, rosa qimmatini olib kelibsiz shekilli-a. Bu pitsaning nomi aristokratlar. Qimmat bo'lsa ham pulga yarasha shirin. Yo'q, nima gap? Jahongir akangiz bilan gaplashib turibsizmi? Aka, men o'zim ham kutib turibman. Jahongir aka kelsa juda ham ko'p gaplarim bor. Nima gap? Nima bo'ldi? Uni kasadagi qizni ko'rdingizmi? Har shanba kunlari animator shou bo'lyapti. Kecha jiyanini chaqiribdi. Sariq bolani bundaqa suv bor-ku, o'shan jiyaniga tekinga berib yubordi. O'z ko'zim bilan ko'rdim. Chat ko'zini qisib qo'ydi. Men kelib u marta ko'zimni qisdim, menga bermadi. Yo'q, Hon orqangizdagi bola bor-u, o'zicha xamirlantirayotgan. Shu kecha to'rtta xamirni yerga tushirib oldi. Eplasa aylantirmaydimi? To'g'rimi aka? Hali Jahongir akam kelsa, hammasini aytib beraman. Naqada? Aka, ishini o'ring, bundan yomonlari bo'ladi. Bitta sizga yoqdimi? Pitssa zo'r ekan, u sizga yo'lmas ekanman-da. Yana bitta bo'lgani zo'r ketardi. Aka, yana qachon kelasiz? Bilmadim, vaqtim bo'lganda kelaman. Kelsangiz ham meni smenimga keling. Bo'pti aka, kelib turing. Men qolganlarga qarayga.